Bir zalimning zulmini elib berish uchun ana shundaq uning siyosiy jihatda yo'l ko'rsatadigan veziri bo'ladi. Shundaqla uning zulmini yo'gaydigan, qorni oq ko'rsatadigan axborot vositalari bo'ladi. Hamma odam iymon etdiq deyilishi mumkin, lekin qiyinchilik kelgan vaqtida o'sha iymondan yanmagan vaqtida rost iymon etgan bo'ladi. Agar biz bu sinoqlar va qiyinchiliklarning jafosidan qo'rqib, omonlikni birinchi o'ringa qo'yib olib, u zolimlarga yantayoq bo'lsa, zolimlarning keyidan mansa, zolimlar nimda shunga itoat qilib yugursak, iymonimiz uchun qilchilik badal to'lamasak, bizning ahvolimiz intayin xatar bo'ladi. Musa alayhissalom va Bani Isroillarning qissasi Qur'on Karimda eng ko'p va takror bayon qilingan qissa. Chunki bu qissada biz ilishga tegishli ibrat va darslar nihoyat ko'p. Shundaqla bu qissada bizga o'xshash mazlum millatlarning zulm ostida qildigan ishlari va ular uchraydigan qiyinchiliklar, sinoqlar, imtihonlar va Alloh taolo u mazlum millatni zulmning ostidan qutuldirgandan keyin, erkin dunyoga chiqqandan keyin u mazlum millat o'zining majburiyatini tunimay, mushu dunyoga dum tushgan vaqtida Alloh taoloning ularga solgan azoblari qatorliq bizga o'xshash mazlum millatlarningki zulm ostidagi vaqtidan tortib erkin dunyoga chiqqan holatida qildigan ishlarning hammasi bayon qilinadi. Shuning uchun Musa alayhissalom va Bani Isroillarning qissasi bizga o'xshash mazlum musulmonlar uchun intayin muhim. Oldi bilan biz Bani Isroillar kimlar bu haqda to'xtalaylik. Bani Isroillar demak Yaqub avlodlari demak. Biz ilgirki darsimizda bayon qilganimizdek, Yaqub alayhissalomning 12 avlodi, Yusuf alayhissalom Misrga bosh ministri bo'lgandan keyin Yusuf alayhissalomning talab qilishi bilan Misrga ko'chib kelib Misrga yerlashgan. Yusuf alayhissalom Misrga ministri bo'lgan vaqtida Misr xalqi va Misrning podshohining hammasi musulmon bo'lgan. Yusuf alayhissalom vafot topgandan keyin Yaqub alayhissalomning 12 avlodi yillarning o'tishi bilan ular ko'payib Misrda cho'ng 12 qabila shakllantirgan. Ular ayrim shaklda Bani Isroillar deb atalgan. Chunki Misrning yerlik aholisi qibtiylar edi. Yillarning o'tishiga ergashib, kishilar Alloh bergan ne'matni, Alloh ularni qutuldirgan qiyinchiliklarni unutib, iymondan yiroqlashib, kufrlik qarab yo'l oladi. Ya'ni u jamiyatda aqida e'tiqodda ozg'unlik, haq huquqda adolatsizlik va podshoh tarafidan bo'lgan zulm avj oladi. Ammo Yaqub alayhissalomning avlodlari, ya'ni Bani Isroillar bo'lsa, Yusuf alayhissalomdan keyinmi Yaqub alayhissalomning nasihati bo'yicha uningdan qolgan to'g'ri din ustida mustahkam turadi. Albatta, ularning ichida fosiqlari, zolimlari, hatto dindan chiqayotganlari bor edi. Lekin umumiy nuqtadan qaragan vaqtimizda Bani Isroillar musulmon, ya'ni to'g'ri din ustida kishilar edi. Xuddi Uyg'urlarga o'xshash. Uyg'urlarni umumiy jihatdan aytgan vaqtimizda musulmon, ammo bizning oramizda fosiqi, zolimi bo'lganga o'xshash Bani Isroillar ichida shundoq edi. Musa alayhissalom kirishdan ilgari Misrga Ramses Sani ismli bir Fir'avn hukmronlik qiladi. Fir'avn Misr podshohlarining hammasining umumiy atalg'usi. Musa alayhissalom kirishdan ilgari Misrda zulm eng chekiga yetgan vaqt bo'lsa Ramses Sanining davri. Bu davrda bu podshoh, ya'ni Ramses Sani degan Fir'avn o'zining qo'shini, davlatdagi kuchiga qarab, men eng kuchli, men butun kishilarning Robbi, ana robbukumul a'la, men sizlarning Robbinglar deb ilohlik davosini qiladi. Shunga Bani Isroillar o'zi musulmon bo'lsa-mu, Allohga ishonsa-mu, Fir'avnning iloh ekanligini inkor qilsa-mu, buni qalbida maxfiy tutgan. Xuddi hozir bizning yurtimizda nurg'ulg'an kishilar Allohga bo'lgan ishonchini yo'qotmagan bo'lsa-mu, iymonni oshkor qilmay, maxfiy ichida qon yig'lab iymonni saqlaganga o'xshash, u davrdami Bani Isroillarning ko'p sonliqi o'zining iymonini maxfiy tutgan. Chunki iymonni oshkorlasalam, Fir'avnni sen iloh emas desalam, turmaga kiratdi, qiynaladi va yoki o'ltiriladi. Shundaqla Fir'avnning qishida Fir'avnga siyosat jihatda yo'l ko'rsatadigan bosh vaziri Haman bor edi. Xuddi hozir bugungi kunimizdagi o'xshash, u zolim tajovuzlarning atrofida, u zolimlarning zulmini yaxshilik qilganda ko'rsatadigan axborot vositalari bo'lganga o'xshash Fir'avnning qishidami uning qilgan yomon ishlarini, zulmini xuddi yaxshilik qilganda ko'rsatadigan sehrgarlar bor edi. Va u Fir'avnni iqtisodiy jihatdan qo'llaydigan iqtisodlik boy kishilar bor edi. Xuddi Qarunga o'xshash. Demak, bir zolimning zulmini elib berish uchun ana shundaq uning siyosiy jihatda yo'l ko'rsatadigan veziri bo'ladi. Shundaqla uning zulmini yo'gaydigan, qorni oq ko'rsatadigan axborot vositalari bo'ladi. Xuddi Fir'avnning sehrgarlariga o'xshash. Shundaqla u zolimlarga yantayoq bo'ladigan puldorlar bo'ladi. Fir'avn mana bu shundaq sharoitlar bilan insoniyat tarixida izi qoqidek darajada zulmda haddidan oshadi. Bani Isroillarni, ya'ni Yaqub alayhissalomning avlodlaridan shakllangan Misrga yerlashgan Bani Isroillarni doim o'ziga tahdid deb qaraydi. Ular o'zining iymonini maxfiy tutsa-mu, bular bizga o'xshamaydi. Hamon bir kuni mushlarning ichidan birisi chiqib, "Mening taxtimni o'riydi" deb davomli ulardan xavfsiraydi. Bu sababdan Bani Isroillarga o'xshamagan shaklda qattiq siyosat yurgizadi. Ya'ni davlatida
xil siyosatni yo'l qo'yib, bir xil siyosatda Bani Isroillarni boshqaradi, yana bir siyosatda bo'lsa o'zining millati bo'lgan Qibtiylarni boshqaradi. Ya'ni bir davlatda ikki xil tuzumni yo'l qo'ydi. Xuddi bugungi kunimizda bizga zulm qilayotgan u tajovuzchilar bizga boshqa, o'zining millati bo'lgan Xitoylarga boshqa siyosat yo'l qo'yganga o'xshash, u Fir'avnmi o'zining millati bo'lgan Qibtiylarga boshqa muomala qiladi. Bani Isroillarni doim o'ziga tahdid deb qarab ularni buzaq qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda bu ahvolni bayon qilib, "Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum." Fir'avn zaminda haddini oshdi. Ya'ni zulmda haddini oshdi. U o'zining aholisini, fuqarolarini ikkiga ayirib, ulardan bir toifani, ya'ni Bani Isroillarni buzaq qildi deydi. Demek zalimlar, mazlumlar qanchalik ojiz, qo'lida tumirning sunuqi bo'lmagan taqdirda ularni xavfsiraydi. Mazlumlar ularning uyqusini qochiradi. Chunki zalimlar o'zining qilgan ishining xarakterini biladi. Chuqum o'zining yiqildiganligini biladi. Shunga zalimlar u mazlumlarni to'xtamay ezish orqali o'zidagi o xavfsirashni besiq turishga tirishadi. Shunga mazlum millatning har qanday birisi o'zining millatidan, kimligidan, diniy e'tiqodidan voz kechgan taqdirda zalimlar uningga ishonmaydi. Masalan, bizning yurtimizda ba'zi bir Uyg'urlar o'zining kimligidan, millatidan, e'tiqodidan voz kechib, kichik chig'idan tortib Xitoycha maktablar o'qib, hayoti bo'yicha shularga xizmat qilsa-mu, ammo oxirida ularni har xil bahonalar bilan yo'g'ishtirib o'tadi, o'ldirib o'tadi. Xuddi bugungi kunimizda bo'lganga o'xshash. Demak, zalimlar mazlumlarga aslo va aslo ishonmaydi. Ularni yo'qotmoqchilik bo'ldi qilmaydi. Chunki zalimlar mazlumlarni hamon bir kuni qisos oladi deb ularni xavfsiraydi. Shunga zalim bilan mazlum o'rtasidagi kurash qilsin bo'ladigan, voz kechganda bo'ladigan kurash emas. Qilsin, qilmasin, chuqum qilishga majbur bo'lgan kurash. Mazlumlar chuqum zalimlarni yo'qotish uchun harakat qilmasa, qisosini olmasa, o'zini to'ymasa, zalimlar ularni chuqum yo'qotadi. Hatto ular ishlagan taqdirdami, ularga malay bo'lgan taqdirdami, ularni ishlatib bo'lib, oxirida yo'qotib o'tadi. Shunga hozirgacha dushmanni tunib bilanmagan, hozir qadar u zalimlarga yantayoq bo'layotganlar o'zining uyqusini etishi kerak. Chunki hamon bir kuni u yantayoq bo'lganlarni u zalimlar yo'qotib o'tadi. Fir'avn ana shunday kuchi bor turib, u mazlum millatlarni shunday buzaq qilib turib, yana ularni xotirjam bo'lolmaydi. Oxiri Fir'avn mushularning erlarining hammani yo'qotib etmasam, mushuning ichidan bir er chiqib, ularni qo'zg'atib, men qarshi harakat qo'zg'aydi deb o'ylab, Bani Isroillarning erlarining hammasini o'ltirish buyrug'ini chiqaradi. Zalimlardagi nima degan o'xshashlikqa bugun kunimiz qarab boqadigan bo'lsak-mu, bizga zulm qilayotgan o zalimlar har xil bahonalar bilan Uyg'urlarning erlarini qirg'in qilyotidi, turmalarga sulab o'ltiryotidi. Nima uchun bu zalim tajovuzchilar bizning yurtlarimizni besib olib turib, boyliklarimizni elib olib turib, bizni buzaq qilib turib, o'xshamagan ikki xil siyosat qo'yib, bizga boshqacha muomala qilib, bizni buzaq qilib turib, yana bo'ldi qilmay, erlarni tarbiyalash va uning o'xshagan har xil bahonalar bilan yo'qotishga tirishadi. Chunki zalimlar bizni yo'qotmoqchi aslo bo'ldi qilmaydi. Bizdan qo'rqadi, bizdan xavfsiraydi. Hamon bir kuni bizning qisos oldiganligimizni biladi. Chunki u zalimlar biz bilmagan bilan o'zining bizga nima ish qilganligini biladi. Afsus, hozirgacha bizning oramizda nurg'ulg'an kishilar o zalimlarning bizga nima ishlarni qilganligini bilmay bexud holda yashamoqda. Afsus, o zalimlar o'zining nima ish qilganligini obdan biladi. Shuning uchun biz ularga qarshi turaylik va yoki qarshi turmaylik, ular bizni yo'qotmoqchilik aslo va aslo bo'ldi qilmaydi. Bizning oldimizda faqat va faqat mujodala qilishdan boshqa yo'l yo'q. Biz mujodala qilmasakmi, Uyg'ur boyadan qochib yashsakmi, hatto chet elga chiqib olsakmi, ular chet elda bexud yashayotgan kishilar bo'lgan taqdirda Uyg'ur bo'lsalar, uni tutib akirishga, uni yo'qotishga harakat qiladi. Shunga bizning oldimizda o zalimlarga qarshi mujodaladan boshqa hech qanday tanlash yo'q. Shunda qilib Fir'avn Bani Isroillarning erlarining hammasini o'ltirishga, shundaqla yangi tug'ilgan boqlar ichida o'g'il boqlarning hammasini o'ltirishga buyruq tushirgan vaqtida insoniyat tarixidagi qirg'inchilik yuz berdi. Tarixiy manbalarda bu vaqtda Bani Isroillar ichidan erkak va cho'ng odam bo'lib 1.900.000 odamning o'ldirilganligi bayon qilinadi. Bu dahshatli qirg'inchilik sababli Bani Isroillar iqtisodiy jihatda va e'tiqodiy jihatdan ig'ir sinoqlarga duch keladi. Hech qanday bir odam o'zining Allohga ishonganligini, Fir'avnning iloh emasligini ig'izdan chiqarmaydi. Ammo shundaqdimi ularning ichida iymonni qalbida maxfiy tutib turgan nurg'ulg'an kishilar bor edi. Hatto Fir'avnning qasrida xizmat qilib turib, o'zining iymonini qalbida maxfiy tutgan kishilar bor edi. Masalan, Fir'avnning saroyi ichida maxsus Fir'avnning qiziga qaraydigan bir ayol xizmatchi bor edi. U ayol xizmatchi o'zining qalbida Allohga bo'lgan iymonni maxfiy tutgan, Fir'avnning ilohligini rad qilgan edi. U ayol ana shunday dahshatli vaziyat ichidami Allohni hech qachon unutmagan, qalbida Allohni eslab turgan, yolg'iz yerda Allohni zikr qilib turgan edi. U bir kuni Fir'avnning qizining cheshini tarab turgan vaqtida taqoq ehtiyojlikning qo'lidan tushib ketdi. O taqoqni qo'liga ola vaqtida Bismillah deb epsaladi. Chunki u ayol doim yolg'iz vaqtida Allohni zikr qiladi. Bismillah degan bu gapni anglagan Fir'avnning kichik qizi hayron qoladi. Siz Alloh deb mening dadamni demakchimi? deb so'raydi. Bu ayol yo'q,
Allah seni, meni ve senin dadağını yaratkan, naiti büyük boğan, biz ölgenden keyin onun kaşığı baradigan, bizni yaratkan Allah deb o kichik qizga Allah'ını tushundiradi. Ammo bu kichik qiz anlagan gaplarining hammasini dadasi Fir'avnga yetkazadi. Fir'avn ana shunday shiddatli siyosat ostidami o'zining qasr ichida iymonni maxfiy tutgan ayolning bor ekanligini anglab, naiti darg'azab bo'ladi. Demak biz nada bo'layli? Hatto Fir'avnning qasrining ichida bo'layli, Allohga bo'lgan iymonimizni saqlay olamiz. Qalbimizdagi bu Allohga bo'lgan iymonni hech kim tatib olmaydi. Vaziyat unda qolib ketdi, vaziyat chingib ketdi yoki hozirgi jamiyat kishilar buzilib ketdi deb kishilarning keyniga ergishib mengib o'zingizning iymonni qo'ldan berib qo'ysangiz, uning Alloh oldida so'rqini berib bo'lmaysiz. Chunki ana shunday dahshatli paytdami, Fir'avnning qasri ichidami o'zining iymonini saqlab turgan ayol bor edi. Fir'avn ana shunday vaziyatdami o'zining qasrida Allohga bo'lgan iymonni maxfiy saqlab, uning ilohligini inkor qilgan bir ayolning bor ekanligini anglab, nihoyatda darg'azab bo'ladi. Va askarlarga o ayolni darhol keltiringlar deydi. Askarlar o ayolni so'ragan pati Fir'avnning oldiga keladi. Fir'avn o ayoldan sening ilohing kim deb so'raydi. Bu ayol Fir'avnning oldidami ig'zoki jihatda iymonini yenib birib, iymonni yushirib qolsimi qalalaydi. Lekin bu ayol bu iymoni uchun, ittiqodi uchun badal to'lash yo'lini tanladi. Shahodat yo'lini tanladi. O Fir'avnga mening ilohim seni va meni yaratgan, bu koinotni yaratgan Alloh deb javob beradi. Bu gapni anglagan Fir'avn nihoyatda darg'azab bo'ladi. Va u ayolni kishilarning oldida iymonini yondirib, kishilarga ibrat qilishni maqsad qiladi va u ayolni qattiq qamchilashga buyuradi. Askarlar u ayolni qamchilaydi, uradi, lekin u ayol shuncha qiynalgan bo'lsa-mu, mening Rabbim Alloh deb Alloh uchun yegan u tayoqdan, u qamchidan huzur, lazzat oladi. Fir'avn u ayolni zindon bilan tahdid soladi. U ayol meni o'ltirsangmi, Allohga bo'lgan iymonimdan yonmayman deydi. Fir'avn o ayolning keskin ifodasini ko'rgandan keyin u ayol nihoyat amroq bo'lgan 5 bolasi orqali qiynamoqchi bo'ladi. Bu ayolning 5 farzandi bor bo'lib, bolalarga nihoyat amroq edi. Fir'avn ayolning bolalarini keltiringlar deydi. Askarlar ayolning bolalarini keltirdi. O bolalarning eng kichigi bo'lsa, texi sutdan ayrilmagan buvoq edi. Fir'avn askarlarga cho'ng dash qozonga yog' qo'yib o't yiqinglar deydi. Cho'ng qozon esilib o't qo'yiladi, ondan keyin yog' qo'yiladi. Yog' qaynab bulduqshib ustiga chiqishga boshlaydi. Fir'avn bu ayolga agar iymoningdan yenib, meni iloh demasang, bolalaringni bir-birlab yoqib tashlab o'ltirib o'taman deydi. Ayolning yuragi pari-pari bo'layotgan bo'lsa-mu, iymon uchun badal to'lash yo'lini tanlaydi. Keskin holda mening va sening Rabbing Alloh, sen iloh emas deb uning iloh ekanligini rad qilib, Allohga bo'lgan iymonda mustahkam turadi. Fir'avn askarlarga uning cho'ng bolasini yoqib tashlanglar deydi. Askarlar so'ragan paytda u ayolning cho'ng o'g'lini qozonning qishiga elib keladi. Bola yig'lashga boshlaydi. Onimi nihoyat qattiq yig'lab ketadi. Lekin ayol ana shunday vaziyatda iymondan tarimaydi. Alloh bor deydi. Askarlar cho'ng o'g'lini qillisdan bosurg'unicha qaynayotgan qozonga tashlaydi. Bolaning qiyachiya ovozi birdamdan keyin o'chidi. Ozroq vaqt o'tgandan keyin uning suyaklari qozonning ustiga o'rlab chiqadi. Ayol nihoyat qattiq yig'lab ketadi. Lekin shundaqdimi o'zini Allohga bog'lab, sabr qiladi, chidaydi, bardoshlik beradi. O'ylab baqing, u ayol dal siz ishongan Allohga ishongan. Siz da'vo qilgan iymonni da'vo qilgan. Ana shu iymon da'vosi uchun bolasining yoqib tashlanishiga ko'z yuma olgan. Endi siz bizchi? Iymon da'voyimiz uchun ozroq rohatimizni kechiraldikmi? Iymon da'voyimiz uchun ozroq manfaatimizni kechiraldikmi? Iymon da'voyimiz uchun ozroq iqtisodimizni kechiraldikmi? Bolalarimizni qurbon qilish emas, ozroq vaqtimizni beraldikmi? O'zimizdan bir so'rab baqishimiz kerak. U ayol ana shunday yurak parisi ko'z oldida yoqib tashlangan bo'lsa-mu, iymon uchun badal to'lab sabr qildi, chidadi, bardoshlik berdi. Fir'avn ayolga yana tahdid solib, agar yana iymoningdan chiqtirib olsang, meni iloh deb e'tirof qilmasang, ikkinchi bolangni o'ldirib o'taman deb uni yog'ning qishiga keltiradi. Bola nihoyat qattiq yig'lab ketadi. Ayolmi qattiq yig'laydi. Lekin ayol buning bir imtihon. Shu topda o'zini Alloh taolaning ko'rayotganligini esidan chiqarmaydi. Alloh bu ahvolni cho'qim ko'rib turibdi. Bu ishlar hargiz ajrsiz qolmaydi. Alloh mendan cho'qim rozi bo'ladi. Chunki hozir o'lsimi, keyin o'lsimi, bu hayotda cho'qim o'limiz. Hozir o'lsak, iymonimiz uchun o'limiz deb yana sabr yo'lini tanlaydi. Badal yo'lini tanlaydi. Yana iymondan yanmaydi. Fir'avnning askarlari ikkinchi o'g'lini qaynayotgan mayga tashlaydi. U bolaning chiqirgan ovozimi birdamdan keyin o'chidi. Ozroq vaqt o'tgandan keyin u bolaning so'ngaklarini ustiga o'rlab chiqib, uning go'shtlari akisining go'shtlarini olishib ketadi. Saroyning ichi qiyaç yog'i to'lg'aydi. Fir'avn uchinchi o'g'lini qaynayotgan qozonning qishiga keltiradi. Ondan keyin ayolga iymoningdan yon bo'lmasa, bu o'g'linimi ikki o'g'linga o'xshash qozonni qaynitib o'ltirataman deydi. Bu ayol yana iymondan yanmay, yana badal to'lash, iymoni uchun chidash yo'lini tanlaydi. Ayol sen iloh emas, o'ltirdig'ini Alloh, jannat oldig'ini Alloh deb Allohga bo'lgan iymonda mustahkam turadi. Askarlar 3-o'g'lini qaynayotgan qozonga tashlaydi-da, beshidan bosqinicha uni cho'ktirib o'ltiradi. Ondan keyin 4-o'g'li keltiradi.
Ayol yana iymondan keyingi yanmaydi. Yani iymoni uchun qurbonlik berish, bedel to'lash yo'lini tanlaydi. Bu qandoq iymon? Bu iymonni tushunish uchun biz iymon aytishimiz kerak. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Ey Allohga ishongan kishilar, Allohga ishoninglar deganga o'xshash biz yana iymon aytishimiz kerak. Bundaq iymonni dunyoni qushab iymon aytganlar tushunmaydi. Bu iymonni Allohga haqiqiy iymon keltirgan, oxirat hayotiga haqiqiy iymon keltirgan kishilar tushunmaydi. Bizga o'xshash dunyoga iymon aytganlar buni aslo va aslo tushunmaydi. Çünkü bizning ko'zimizda eng cho'ng narsa mushu dunyo. Hayot mushu dunyodan iborat. Shuning uchun biz mushu dunyoga to'lagan bedelni oxiratga to'layolmaymiz. Chunki biz dunyoga iymon etgan. Biz mushu dunyolik uchun, bolalarimiz uchun nurg'un bedellarni to'layolmaymiz, ammo oxiratimiz uchun undaq bedellarni to'layolmaymiz. Demak biz oxiratga iymon etdik degan bilan amaliyotda dunyoga iymon etgan bir kishilar. Shuning uchun bizda iymonning lazzati yo'q, iymonning huzuri yo'q. Shuning uchun biz haqiqiy mu'min bo'lmag'achqa Allohning nusrati bizga aslo va aslo kelmaydi. Allohning nusrati dunyoga emas, oxiratga iymon etganlarga keladi. Biz oxiratga haqiqiy iymon etgan bo'lsak, dunyo uchun bedel to'lagandek, oxirat uchun bedel to'lay oldik. Dunyo uchun vaqtimizni chiqargandek, oxiratimiz uchun vaqtimizni chiqara oldik. Dunyo uchun 10 soat, 12 soat vaqtimizni chiqara olamiz. Dunyo uchun atdiganda sahar qopa olamiz. Boshqalar bilan jidallasha olamiz, urusha olamiz, vaqtimizni bera olamiz. Ammo oxiratimiz uchun jinimiz og'imasa, pul ketmasa, vaqtimiz ketmasa, ondan keyin bedel to'lay olamiz. Ammo vaqtimizdan kechib, pulimizdan kechib, umrimizdan kechib, bolalarimizdan kechib, bundaq bedelni to'laymayotamiz. Chunki bizning imanımız xuddi saxta markalık kiyimdek qaysi hammamiz iymon bor deymiz, lekin biz qalbimizdan rost oxiratga haqiqiy to'liq shaklda ishinib bo'lmoqlik. Shuning uchun bizga bu iymon foyda bermaglik, meva bermaglik, Allohning nusratiga loyiq qilmoqlik. Allohga haqiqiy ishongan odamning ko'zida jannat bo'ladi, oxirat bo'ladi. Dunyo uchun to'lagan bedellarning ko'proqini oxirat uchun to'layoladi. Mana bu ayol dunyoga emas, oxiratga iymon etqachqa haqiqiy bizning qarar joyimizning, ona yurtimizning, o'lmaydigan, mangu yashaydigan yurtimizning oxirat ekanligini bilgachga, mushu dunyoda iymondan yenib jinimni saqlab qolgucha, iymonimda mustahkam tursam, Alloh buning mukofotini hasilab abadiy yashaydigan hayotimni beradi degan bu e'tiqodda bo'lg'achqa, bolalar bilan u aylishga chididi. Chunki u aylish, bolalarning u yoqda kuyishi vaqtliq, ketadigan bir azob, ammo o'lgandan keyin u barzax hayotidagi aylish bo'lsa, cheksiz azob. Hozir ozroq aylishga, ozroq azobga chidisa, o'lgandan keyin, ruhi chiqqandan keyin cheksiz xushalik ularni kutib turadi. Uningga ishongan, uningga e'tiqod qilgan bo'lganlik uchun u azoblarga bardoshlik beradi. Fir'avn texmi haddidan oshib, o ayolning 5-balasi, ya'ni quchqudagi sutdan ayrilmagan buvoqqa qo'l uzatdi. Askarlar o buvoqni ayolning quchqudidan yulib olmoqchi bo'ldi. O bola yig'ilgan peti onasining bir tal chechini qo'lda chim tutib olgan edi. Fir'avn, agar iymoningni yanmasang, bu buvoqni yoqqa tashlab ko'ydirib o'ltiritaman. Nima degan dahshatlik manzara. Ayol ana shu vaqtda insonda bo'ladigan sabr toqatining tugaganligini his qiladi va qanday qilishni bilolmay qattiq ikkilanadi. Mana shunday insonning toqati tugagan vaqtida Allah'ның yardımı keladi. Ayol ikkilanayotgan shu paytda texa gap qilinmaydigan kichik bu bola buvoq zoniga kelib, "Ey ana, sen haqiqat ustida tilch tarvanma, oxirgacha mustahkam tur" deb gap qiladi. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar bergan, buvoq turib gap qilgan bir qancha buvoqning birisi edi. Ayol bolasidan kelgan bu ovozni anglagandan keyin iymoni qaytadan kuchaydi. Bo'ldi, o'lgandan keyin u jannatda birga yashayli deb bu buqidimi voz kechish qarori keladi. Iymonda mustahkam turadi, qilchi tarvanmaydi. U zolim Fir'avn o'st turib turadigan buvoqni yoqib tashlab ko'ydirib o'tadi. Oxirida ayolni yoqib tashlab ko'ydirib o'tadi. Shundaq qilib bu ayol 5 bolasi bilan Allohning huzuriga shahidlik martabasi bilan safar qiladi. Bu ayolni yoqib tashlagan askarlar, u Fir'avn bugungi kunda hozir nima ish qilayotganda, u ayol va buvoqlar nima ish qilayotganda, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mirosga chiqqan kechasi Jibril alayhisalom payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni barzax olamini kezdiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom barzax olamida nihoyat xushpuroq, ajoyib mizilik bir puroqni puraydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Jibril alayhisalomdan: "Ey Jibril, bu nima puroq?" deb so'raydi. Jibril alayhisalom bu Mashitaning puroqi, ya'ni Fir'avnning qizini cheshini taraydigan heliqi o't ko'ydirilgan va uningki ballarning puroqi, uning puroqi mana shundaq barzax olimining etrisi bo'ldi deydi. Nima degan buyuk mukofot. Shu topda uning zulm qilgan zolimlar, kofirlar dahshatli qabr azobida azoblanayotgan bo'lsa, vaqtlik azobda azoblanib bu dunyo hayotidan voz kechgan, bolalardan voz kechgan u ona bolalar barzax hayotining xushpuruqiga sabab bo'ldi. Barzax hayotida bo'lsa, jannatdagi o'rnini ko'rib, xushal va abadiy huzur ichida yotmoqda. Demak, dunyodagi musibatlar mana shundaq vaqtlar. Shundaqla bizning iymonimizning sifatini o'lchash va tekshirish uchun bo'ladi. Hozir vaziyat chang, bular kuchlanib ketdi, dunyo unda bo'lib ketdi, bunda bo'lib degan har xil bahonalar bilan iymondan yiroqlashib, ana shu o'yin tomoshalarning keyinda mengib, hatto zolimlarga yantayoq bo'lganlarmi o'ladi,
qabriga keladi. Ammo iymonda mustahkam turgan, ana shundaq imtihonlarga duch kelib qolgan vaqtida iymoni yanmay mustahkam turganlarmi o'ladi, qabriga kiradi. Lekin qabrdagi ahvoli o'xshamaydi. Iymonimiz uchun kelgan bu qiyinchiliklar, qattiqchiliklar bizning iymon etdik, Alloh va oxirat bor degan bu so'zimizning rost yoki yolg'onligini ayirish uchun kelgan bir imtihon. Hamma odam iymon etdik deyilishi mumkin, lekin qiyinchilik kelgan vaqtida o'sha iymondan yanmagan vaqtida u rost iymon etgan bo'ladi. Ammo qiyinchilik kelsa, besim kelsa, ziyon topmasa, manfaati ziyonga uchirmasa, iymon etadigan. Ammo qiyinchilik kelib qolsa, manfaati ziyonga uchirsa, u iymonni yenib olsa, u munofiqlarning iymoni, saxtipazlarning iymoni bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna va hum la yuftanun. Kishilar biz musulmon, biz mu'min deb qo'yish bilan imtihon qilinmay, sinaq qilinmay, rasuldan yolg'on ayrilmay turib, ular shundoq tashlab qo'yiladi. Shu peti jannat kirib ketamiz deb o'ylandi. Undaq bo'lmaydi. Alloh taolo har xil imtihonlarni beshiga akilish orqali, zolimlarni musallat qilish orqali, qiyinchiliklarga duchor qilish orqali iymon etdik degan kabi rostchilmi yoki yolg'onchimi? Buni ayirib bo'lmag'uchilik tahsila jannat kirmaysizlar deydi. Şuna bugün günümüzdeki imanımız tüpeyle beşimiz kelgan bu qiyinchiliklar, zulmlar, musibatlar, oltunning etrafıga oluşuvagan saxtistin, kirlerden ayırış üçün xuddi o't qaqlığanga o'xshash haqiqiy mu'minni saxta mu'mindan ayırış üçün kelgan bir imtihon, bir sınaq. Agar biz bu sınaqlar va qiyinchiliklarning jafosidan qo'rqib, jinimizni saqlashni, amonlikni birinchi o'ringa qo'yib olib, o zolimlarga yantayoq bo'lsak, zolimlarning keyidan mansak, zolimlar nimda shunanga itoat qilib yugursak, imonimiz uchun qilchilik badal to'lamasak, bizning ahvolimiz intayin xatar bo'ladi. Chunki bizning iymonimiz tekshirishdan o'tamagan bo'ladi. Şuna hazır vaziyetçen, men yaşayotgan cemiyet o'xshamaydi. Va yoki men hazır Yevropada musulmonlar yo'q yerda yaşayotman. Bunda holatda men musulmon bo'lib yashayolmayman deganga o'xshagan iymondan yenish, iymonimizni yiroqlashga keltirgan har qanday baholarimiz Allohning oldida o'tmaydi. Chunki biz har qanday bir eski vaziyatda bo'lsakmi, u Fir'avnning qasridagiga o'xshash undaq vaziyatda emas. Fir'avnning qasri deganlik bugungi tilimiz bo'yicha aytgan vaqtimizda Jongnanxayning ichida yashaganlik deganlik. Demak siz Jongnanxayning ichidagi bir xizmatchi bo'lsangizmi, agar Allohga bo'lgan iymonimni saqlayman desangiz, saqlay olasiz. Aksicha vaqtliq bu hayotdagi jon saqlashni tanlasangiz, vaqtliq yashaysiz, o'lasiz. O'lgan vaqtdan keyin Alloh taolo azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud-dunya. Sizlar yashaydiganlarni dunyoda yashab bo'ldinglar. Ya'ni sizlar kufr yo'lini tanladinglar, yashash yo'lini dunyoda tanlab bo'ldinglar. Wastamta'tum biha. Ya'ni dunyoda foydalandinglar sizlar. Falyawma tujzawna azabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri haqq. Bugun endi sizlar o xor qilg'uchi azobni tetiysizlar deyiladi. Bu qissaning Qur'on Karimda bayon qilinishi ana shunday zolimlarni o'tgan, o zolimlarning bugun hech narsa qolmadi. Bugun sizlarga zulm qilayotgan o zolimlarni ana shunday tarixga aylanadi. 100 yil, 200 yildan keyin sizlarmi bu dunyoda bo'lmaysizlar. Sizlarga zulm qilgan o askarlar, o saqchilar, o zolimlarmi bo'lmaydi. Tarixga aylanadi. Bu bir o'tkinchi vaqt. Shunga sabr qilinglar. Bu bir imtihon degan bu darsni elishimiz uchun Qur'on Karimda bayon qilinadi. Şuna ibret elişimiz gerek, ders elişimiz gerek. İmandan yanğanlar mı ketdi? İman için kurban bergenler mi ketdi? Fir'avnning qasri, Fir'avnning ishida turib iman bilan saqlagan Fir'avnning ayoli mi ketdi? Masalan, Fir'avnning ayoli Asiya, Fir'avnning ayoli turib Allohga bo'lgan iymonini yo'qotmagan, Fir'avnning iloh ekanligini inkor qilgan. Asiya mu iman uchun badal to'lagan. Ya'ni Fir'avn ayolininki mu'min, ya'ni Allohga ishonganligi, o'zining iloh ekanligini inkor qilganligini sezib qoladi, bilib qoladi. Ya'ni Asiya o'zininki iymon imtihoniga duch keladi. Fir'avn mening xonimim deb o'ltamasdan uni qaqas issiq qumliqqa chiqib bog'lab qo'yib, nayt qattiq qiynaydi. Suv yemeklik bermay tashlab qo'yadi. Har kuni atdeganda kelib, agar iymoningdan yansang, sana suv berma. Qasr ichida xonishim bo'lib yashaysa, agar iymoningdan yanmasang, mana shu qumliqda susuzlikda o'lsa deydi. Lekin bu Asiya xonim qasr ichida yashashni emas, qumliqda azob tortishni tanlaydi. Nima uchun? Jannatni qo'lishib, Allohning roziligini qo'lishib. Hamda biz qaysi jannatni qo'lishyapmiz? Qaysi Allohning roziligini qo'lishyapmiz? Xo'lashgan o jannat uchun, o Allohning roziligi uchun qanchalik badal to'lab baqdiq? Bir yerimiz og'rib baqdimi? Badal to'lab baqdiqmi? Och qolib baqdiqmi? O'zimizdan bir so'rashimiz kerak. Asiya xonimning oldida Fir'avnning ayoli bo'lib, Fir'avnning qasrida xonishdek yashash bilan qumliqda azob chekish ikki tanlash quyildi. Ammo iymon uchun, jannat uchun, oxirat uchun, bu dunyoning vaqtli ekanligiga ishongan, oxiratning abadiy ekanligiga ishonganligi uchun o qumliqdagi hayotni tanladi. Shundaqla uni Allohning roziligi uchun deb tanlaganligi uchun o qasrdagi hayotda olinmagan huzurni o qumliqda oldi. Chunki Alloh uchun men shunday jafo tortib o'taman deb uni o'yladi. 3-chi kun kelgan vaqtda Fir'avn, agar sen iymoningdan yanmasang, seni o'ltirib o'taman deydi. Asiya xonimning ustab hech qanday holi qolmagan edi. Asiya ana shunday paytda Allohning huzurini tanlaydi, shahodat yo'lini tanlaydi.
Nima uchun? İmanı uchun, itiqodi uchun. Fir'avn ayolning keskin maydonni ko'rgandan keyin uni o'ldirib o'tinglar deydi. Askarlar uni tomning tubiga akilib, egiz yerdan cho'ng bir toshdan birini tashlab o'ldirmoqchi bo'ladi. Tomning qishiga kelgan vaqtida Alloh taolo Osiyo xonimga jannatlik o'rnini ko'rsatdi. Bu sababdan Osiyo xonim illiq tabassum qiladi. Oxiratdagi hayotga intiladi. Ular toshni Osiyo xonimning ustiga tashlashdan ilgari Alloh taolo uning jinnini oladi. O zalim askarlar toshni uning jasadiga, ya'ni bu dunyoda kelgan kiyimining ustiga tashlaydi. Jasad bizning bu dunyoda kelgan kiyimimiz. O'lgandan keyin u chirib tuproqqa aylanib ketadi. Bizdagi eng qimmatli narsa bo'lsa, jon, ruh, u o'lmaydi. Onun bilan biz boshqa bir dunyoga ketamiz. Osiyo xonim ana shu shahodat yo'lini tanlaydi. Endi biz o'zimizga bir qarab boqaylik. Biz qandoq iymon etgan, ular qandoq iymon etgan. Biz mushu dunyodan foyda chiqmagan vaqtida ondan keyin oxiratga amal yo'q ishongandek bir yashayotimiz. O'zimiz bir ishda qarab berishda bo'lsin, yoki farzand tarbiyasida bo'lsin, yoki boshqalarga baho berishda bo'lsin, ma dunyoni birinchi o'ringa qo'yib olib menayotimiz. Ya'ni biz oxiratga iymon etdik degan bilan ma dunyoga iymon etdik. Oxiratga bo'lgan iymonimiz nihoyat ojiz, ma dunyoning keyinda qilyapti. Şunu tanlashlarımızda meyli farzand tarbiyasi olsun, en avval balamızdan mushu dunyolikni o'ylashimiz. O'zimizdan mushu dunyolikni o'ylashimiz. Bunda bir iman bizni bedel to'latkizolmaydi. Bedel to'latkizolmagan iman bizni jannatga kirolmaydi. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sizlar yaxshi ko'rgan narsalarni Allah yo'lida bedel to'lamay turib, chiqim qilmay turib jannatga kirolmaysizlar deydi. Ya'ni biz ig'zimizda Allohga iymon etdik deb qo'yib, bedel talab qilmaydigan ibodatlar bilan asla va asla jannatga kirolmaymiz. Chunki iymon isbot bedel talab qiladi. Ana shu Osiyo xonim va Fir'avnning qasridagi chash targ'ich ayol iymonning rost ekanligini isbotlash uchun o'zining issiq jinnini bedel to'ladi. Bu dünyadaki vaqtliq hayotidan ayrildi, o'lgandan keyingi abadiy hayotini qo'lga oldi. Ammo shu esimizda bo'lish kerakki, mayli badal to'laganlar bo'lsin, mayli zulm qilganlar bo'lsin, va yoki bu qisqa vaqtliq hayotda jinni saqlashni tanlaganlar bo'lsin, chuqur bu hayotdan ketadi. O zolimlarni vayron bo'ladi. Zolimlarning qancha haddidan oshganligi ularning yiqildigan vaqtining shuncha yiqilib qolganligini bildiradi. Fir'avn ana shunday zulm bilan bo'ldi qilmay, Bani Isroillarning erkaklarini va o'g'illarini o'ldirishni to'xtatmadi. Hatto shu darajada qirg'in qildiki, Bani Isroillar ichida azlab ketdi. O Fir'avnninki binokorlik ishlarida ularga asqitadigan odam qolmadi. Chunki hunar sanoat Bani Isroillarning qo'lida edi. Fir'avn ularning erlariga muhtoj edi. Shunga Fir'avn odam qisliqining oldini olish uchun bir yil o'ltirish, yana bir yil saqlash siyosatini qo'ydi. Ya'ni bir yil tug'ilgan boqlarni o'ltiradi, yana bir yil tug'ilgan boqlarni saq qo'ydi. Mana bu shunday zulm eng chekiga yetgan vaqtida Bani Isroillarni zulmdan qutuldirgan Musa alayhissalom dunyoga keladi. Ammo Musa alayhissalom saqlash yilda emas, o'ltirish yilida dunyoga keladi. Allah'ın yardımı mana şunda daim biz aqlimizdan qarag'an vaqtida tuyuq butunlay bizning manfaatimizga zid keladigan shaklda ko'rinadi. Lekin Allah uni boshqa bir hikmat uchun ana shunda bizga qaramoqqa aqlimizga zid va tuyuq ko'rinadigan shaklda maydonga keltirdi. Musa alayhissalom o'ltirish yilida tug'iladi. Onasi Musa alayhissalomni tug'ib bo'lgandan keyin Allohning ilhom qilishi bilan uni bir sanduqqa solib Nil daryosiga qo'yib etadi. Sanduq eqib kelib Fir'avnning qasrining oldidan o'tadi. Chunki Fir'avnning qasrining ho'ylisi Nil daryosiga qaraydi. Fir'avnning xizmatchilari bir sanduq kelyapti, uning ichida nima bor ekan deb uni suzib oladi va sanduqni Fir'avnning ayolining qishiga keladi. Fir'avnning ayoli sanduqni ichib qarg'udak bo'lsa, nihoyat umoq bir o'g'il bola. Fir'avnning ayoli buvoqni Fir'avnga ko'rsatdi. Fir'avn buvoqning o'g'il ekanligini ko'rib, bu yerni o'ltirish kerak, shunga bu buvoqni o'ltirib etinglar deydi. Ammo Fir'avnning ayoli Fir'avnga yalvirib turib, bu bak umoq bola ekan, biz buni beqib olaylik, bola qilib olaylik deb oxiri Fir'avnni qoyil qiladi. Shunday qilib, u Fir'avnning taxtini o'raydigan, Bani Isroillarni zulmdan qutuldiradigan Musa Fir'avnning qasrida tarbiyalandi. Demak, Allohning yordami ana shunday zolimlar o'ylamagan, bexabar qolgan yerdan keladi. O Fir'avn meni o'raydigan buvoq chiqib qolmasin deb erlarning hammani o'ltirgan bo'lsa-mu, lekin Alloh taolo uning taxtini o'raydigan buvoq Musani uning qasrida, uning qo'li bilan tarbiyatkizdi. Demak, zolimlar qanchalik qilsin, ularning taxtini o'raydigan yigitni asla va asla o'ltirolmaydi. Alloh o'zining irodasini chuqum ishqa oshirdi. Musa alayhissalomning onasi iqtib o'tgan buvoqni nihoyat ansirab, keynidan singlisini avatgan edi. Singlisi buvoqni Fir'avnning qasridagi xizmatchilarining suzib olganligini ko'rib, bo'lgan ahvolni onasiga yetkazdi. Onasining qalbi nihoyat xotirjam bo'ladi. Balamni Alloh muhofizatiga oldi deb xotirjam bo'ladi. Fir'avnning ayoli bu buvoq uchun sut onasi izlaydi. Har xil sut onasini keltiradi.
lekin Musa emgil unumaydi. Ahiri Musa alayhissalomning o'z onasi sut emdirgich ayollar qatorida qasrga keladi. Musa alayhissalom o'z onasini emidi. Fir'avnning ayoli Musa alayhissalomning o'z onasini sut emdirgich ona qatorida uni boqqili soladi. Shunda qilib Musa alayhissalomning onasi o'z bolasini 2 yil to'liq emidi. Undan keyin Musa alayhissalom yana qasrda qoladi. Shundaqla qasrda xon jamiyat tarbiyasi ichida ilm o'rganadi, davlat boshqarishni o'rganadi. Undan keyin Alloh taolo uni payg'ambar qilishni iroda qilgan bo'lg'achqa o'zi tarafidan ilm va hikmat ato qiladi. Musa alayhissalom har tarafdan pishib bitilgan bir yigit bo'lib cho'ng bo'ladi. Musa alayhissalom bir kuni sirtda bir jidalga alishib qoladi. O jidalda xatolikdan bir Qibtini o'ltirib saladi. Bir Bani Isroillikning Qibtini o'ltirib qilishi deganlik u davrda nihoyat cho'ng sezgur ish edi. Xuddi bir Uyg'urning bir Xitoyni o'ltirib salganga o'xshash siyosiy tarafva ish edi. Chunki Qibtilar bo'lsa o zolim podshohning, ya'ni hokim millat edi. Bani Isroillar bo'lsa mazlum millat edi. Xuddi Uyg'urlarga o'xshash edi. Shu an Musa alayhissalomning bir Qibtini xatodan o'ltirib salishi shaharga purib ketdi. Shundaqla Musa alayhissalomning qasrida tarbiyalanganligi, qasrida o'sib cho'ng bo'lganligimi uni bu ishni saqlab qolmaydi. Musa alayhissalom bu ishning nihoyat sezgur va siyosiy tarafi bor ekanligini bilgachga qasrga qaytmaydi. Mushu vaqtda bir odam kelib, "Ey Musa, sen shahardan chiqib ket. Fir'avn seni tutish buyruqi chiqadi" deydi. Musa alayhissalom o'zining jinni saqlash uchun Misrdan qochib chiqib ketadi. Shundaqla Iordaniya taraf qarab mangadi va u yerga borgandan keyin bir quduqni ko'radi. Quduqda suv ichib uningdagi yo'limni davom qilay deb quduqning qashiga kelgudek bo'lsa, kishilarning hammasi suv ilish uchun to'plashib olgan edi. Ikki dona qiz erlar to'plashga yerga borolmay, yiroqda erlarning oz qilishi, ketishini saqlab turgan edi. Musa alayhissalom hayosi tufayli suv ololmay qolgan bu ikki qizning qashiga berib, ularga suv akab beradi. Bu ikki qiz uyga qaytgandan keyin dadasiga bo'lgan ahvolni aytadi. Dadasi bu odamga rahmatimni aytay deb Musa alayhissalomni izlab uyga boshlab boradi. Va Musa alayhissalomdagi axloq, Musa alayhissalomdagi kuch va omonatdarlikni his qilgandan keyin "Sana qizimni beray" deydi. Musa alayhissalom o qizdagi hayoni ko'rgandan keyin bunga qo'shiladi. Ammo Musa alayhissalomda to'yliqqa, mehrga bergudek hech narsa yo'q edi. Qizning otasi mehriga qishimda 8 yil turib qo'y beqib bergan deydi. Musa alayhissalom qo'shiladi. Chunki u qizlar nihoyat hayoliq bo'lib, 8 yil qo'y beqib berish badaliga bo'lsa-mu ilishga arziydi. Demak, haya bir qizni mana shunda qimmatli qilib o'tadi. Shunda qilib Musa alayhissalom to'y qilib Misrning sirtida 10 yilga yaqin turadi. Bolalari bo'ladi. 10 yil to'shqandan keyin Musa alayhissalom ayoli va bolalarini olib o'zining yurtiga Misrga qaytmoqchi bo'ladi. Musa alayhissalom ayoli va bolalarini agashtirib Misrga qarab yo'lga chiqadi. Ular Tuatiga kelgan vaqtida Alloh taolo Musa alayhissalomga vahiy qilib tunji payg'ambarlik vazifasini yuklaydi. Alloh taolo bu haqda Qur'on Karimda Musa alayhissalomga tunji qilgan vahiysini bayon qilib, "Inni ana robbuka fakhla'na alayk innaka bil vadil muqaddas tuwa." Men sening Robbing, kashingni sog'in. Sen bo'lsang muqaddas Tuatidasan. Men seni payg'ambarlik uchun tanladim. Mendan boshqa barhaq ma'bud iloh yo'q. Meni zikr qilish uchun namoz o'qig'in deb bu vahiyni qiladi. Ondan keyin itil qavmat zolimin, qavma Fir'aun. Ey Musa, sen zolim qavmning qishiga borgin. Ya'ni o Fir'aun va Fir'aunning qavmining qishiga borgin. Ular Allohdan qo'rqsin. Ya'ni ularni Allohdan qo'rqishga, Allohga iymon etishga da'vat qilgin deydi. Shundaqla Musa alayhissalomga o'zining payg'ambar ekanligini isbotlash uchun 2 dona mo'jiza beradi. Onun birisi bo'lsa, qo'lini qo'yniga tiqib shunda olsa, nurga o'xshash yonadigan, yana birisi bo'lsa, hasni yerga tashlasa, cho'ng bir yilanga o'zgaradigan mo'jiza edi. Chunki u davrda sehrgarlik nihoyat avj olgan bo'lib, Alloh taolo o'zining payg'ambari Musa alayhissalomga shu davrda eng avj olgan, qiziq nuqta bo'lgan ishlardan mo'jizani avatgan edi. Musa alayhissalom Alloh taologa: "Ey Alloh, mening tilim ravon emas. Men mening qarindishim Harunga yordam chiqib bersa" deydi. Alloh taolo Harun alayhissalomni Musa alayhissalomga yordam chiqib beradi. Musa alayhissalom: "Robbi inni akhafu an yukazzibun." Ey Allah, mana shundaq sen menga mo'jiza bersang, ammo u nadan xalqning menga ishonmasligi, meni inkor qilishini ensirayma deydi. Alloh taolo Musa alayhissalomni xotirjam qilib, "Qala kalla, fadhhaba bi ayatina, inna ma'akum mustami'un." Hargiz undaq emas. Ensirma. Ular seni hech qanday qilolmaydi, seni o'ltirolmaydi. Sen bizning bu oyatlarimiz bilan, mo'jizalarimiz bilan ularning qashiga borgin. Allohni tunutqin, inna ma'akum mustami'un. Biz sizlarni anglab, ko'rib turamiz. Ya'ni biz sizlarni himoya qilamiz, qo'g'daymiz deydi. Shundaqla Alloh taolo Musa alayhissalomga Fir'avnni iymonga chaqirib bo'lgandan keyin Bani Isroillarni men qo'shib qo'ygin, men Bani Isroillarni Aslikaga yurtib bo'lgan Falastinga elib ketay degan deydi. Musa alayhissalom bu vazifalarni topshirib olgandan keyin Tuatidan Misrga qarab yo'l oladi va Misrga kiradi. Misrdagi kishilar Musa qaytib kelibdi, endi ilgirki jinoyatining hisobini beradi deb qarashadi. Musa alayhissalom qarindishi Harun alayhissalom bilan Fir'avnning huzuriga kiradi. Musa alayhissalom bilan Fir'avnning o'tirisidagi dialog qandoq bo'ladi? Nima so'zlarni deyishadi? Fir'avn Musa alayhissalomga qandoq inkos qaytaradi? Musa alayhissalomni tutib sulamdi. Bu haqdagi tafsilotlar qiziqsanglar, diqqatimiz bu darsimizning davom bo'lgan kelarki darsimizda bo'lsin.